Darvoza urilganda. Bir yutum hikoya. Avtori Gulshan Abduqodir. Sahar. Darvoza urildi. Yolg'iz ona kundagi odati bo'yicha o'rnidan turib, sut qachisi qo'yilgan shira tarafga qarab mangdi. Bu asnoda sutchining "Sut, sut" degan ovozi anglandi. Ana sut qachisini ko'targanicha darvoza oldiga chiqdi. Ana bu mashg'ulotni davomlashtirayotganiga uzun yillar bo'ldi. Har kuni saharda sutchining darvozalarni takisha urishi bilan tang bu mahalladagi qo'shnilar sut bahonasida didorlashatdi va ancha-muncha hol ahvol so'rashib, yiroq yaqinda bo'lgan bitganlar, to'y-to'kin, nazar chiroqlarda ko'rgan anglaganlar haqida kusuldashib, ayollik ish pushiqlarini chiqarib olishadi. Onaning yon qo'shnisi chet eldagi o'g'lining ati keldiganligini aytdi. Bu gapni anglagan onaning ichi qandaqdir seg'inish va har xil savollarni o'z ichiga olgan villida bir xil yerimchilikdan titragandek bo'ldi-da, darhol yana o'z-o'ziga tasalli berib, balkim mening o'g'illarimning vatanga keldigan sharoiti pishib yetilmaganda, ha? Dedi qo'shnilarga chandurmagan holatda o'tardi. Onaning darvozasi faqat ikki kishi tarafidan ko'p urilib turdi. Buning biri sutchi, yana biri pochtikash edi. Ammo onaning yon qo'shnisining darvozasi uning har yili chet eldan keladigan bolalari tarafidan ko'p urilib turdi. Bundaq chaqlarda yon qo'shnisining qorosidan chiqadigan "Ana, o'g'lim" degan hayajonli ovozlar onaning qorosiga uchib kiradi-da, onaning jiroq chet eldagi o'g'illarga bo'lgan seg'inish o'tlarini va pig'onlarini oshiratdi. Yillar o'tdi, kechdi. Yan qo'shnisining darvozasi har yili urilib, oyog'i uzilmagan patichilar, xo'shal ovozlar va kulkilar bilan jonlanib turdi. Ammo onaning darvozasi timtas. Ana darvozasining sutchi va pochtikashdan boshqa odamlar tarafidan urilishini taqozolik bilan kutmoqda. Chunki uning 4 o'g'li chet elda. Bu yil yoz kelib, qizil gullar echilib, tabiat go'zal tusga kirgan mavsumida yan qo'shnisining darvozasi yana urilib, uning chet eldagi o'g'li yana keldi. Yan qo'shnisining qorosi yana ovatlashdi. Bu qitim ona chidab turolmadi. Hassisiga tayinib, peshayvon palampaylardan birma-bir atlab, yan qo'shnisining qorosiga kirdi. Qoro, ayollar, yoshlar va yashanganlar bilan liq to'lgan edi. Kishilar chet eldan kelgan bu ziyolini o'rib olishib, uning chet el haqida so'zlaganlarini tingshimoqda edi. Onaning chiroyi va kayfiyatidan bir narsadan norozi ekanligini his qilgan jamoat o'rinlardan hurmat bilan turishib, onaga salom berdi va o'ltirishga o'rin ko'rsatdi. Ammo ona chet eldan kelgan bu yigitning qarshisida tikilib turib, "Aytqina, nima uchun sen har yili kelasan, ammo mening o'g'illarim kelanmaydi?" dedi. Qoro ichini jimjitlik va sukunat qopladi. Chet eldan kelgan bu yigitmi yerga qarab jim turdi. Onaning savoli javobsiz qoldi. Chunki hech kim bu savolga bilsimi javob berolmaydi. Haqiqat shuki, yan qo'shnisining o'g'li borsi keladigan yo'lga, onaning 4 o'g'li bo'lsa, borsi kelmas yo'lga mengishgan edi. Ertasidan boshlab bu mahallaga muxbirlar yig'ib ketdi. Gazet, radio va televizorlarda chet eldan kelgan bu ziyolining ish izlari, chet ellardagi o'qish, xizmat va o'rganish masalalari tunishtirilgan ko'plagan programmalar, maqolalar va tunishtirishlar berildi. Ziyoli chet ellardagi milliy bo'lgunchilik harakatlarga maydoni aniqoldi qarshi turib, vatani va xalqini deb chet eldagi afzal sharoitlarda voz kechgan to'hbikor vatanparvar ziyoli deb tunishtirildi. Ana televizorni o'chirib, radioni ichivedi. Yan qo'shnisining ovozi anglandi. "Men bola tarbiyalashga intayin ahamiyat berdim." Ana miyqida kulib qo'ydi.
Onaning 4 o'g'li bilan yan qo'shnisining o'g'li bir mahallada cho'ng bo'lgan. O'xshash bir boshlang'ich, o'ttir maktabda o'qigan. Shundaqla dangliq oliy maktablarni o'xshashla a'lo daraja bilan bitirishgan edi. Yan qo'shni bilan ona o'ttirsidagi bola tarbiyalash farqi bo'lsa, biri tojdorlarning tojining ko'zi qilib tarbiyalagan bo'lsa, yana biri bo'lsa, ko'klam yomg'irining bir tomchisi qilib tarbiyalagan edi. Onaning ko'klam yomg'irining bir tomchisi bo'lishini niyat qilib, vatandan ketgan o'g'illari bo'lsa, ona vataniga haqiqiy bir bahor yomg'iri elib kelish uchun chet ellarda kurash qilmoqda edi. Ertasi saharda onaning darvozasi ansiz urildi. Ona buning sutchining darvoza urishi emasligini his qildi. Ona ansizlik ichida bir dassab, ikki dassab berib darvozani ochdi. Biz bexatarlik idorasining xodimlari. Siz bilan so'zlashadigan gap bor. Darhol biz bilan kelishingiz kerak, dedi baqitadliq bu odam onaga qo'pollik bilan. Ona mashinaga selinib, shahardan yiroq bir xilvat mehmonxonaga elib berildi. O'g'illarning chet ellarda milliy bilgunchilik harakatlari bilan shug'ullanayotganligini, agar ona o'g'illarga xizmat ishlab, vatanga qaytib kelishga qoyil qila olsa, yon qo'shnisi ko'rayotgan afzalliklardan bahramand bo'ladiganligini tushundirdi. 70 yoshlik ona bilan bexatarlik xodimlari o'ttirisiga suhbat soatlarcha davom qildi. Oxiri ular onani telefonda ko'rishtirdi va o'g'illarini telefon orqali qaytib kelishni buyurish qistidi. Ona bilan o'g'il o'ttirisiga suhbat unalg'uga elinib turildi. O'g'il bilan ona o'ttirisi tuvanikidak dialog bo'lib o'tdi. Assalomu alaykum o'g'lim. Voy. Va alaykum assalom ana. Sen telefon qilib qapsan-ku. Qandaq bir ish bo'ldimi? Yo'q. O'g'lim, hech ish bo'lmadi. O'zim shu sizlarni seg'inib telefon qilgan. Qandaq? Ikki akang va ukangning ahvoli yaxshimi? Yaxshi ana, biz yaxshi turyapmiz. O'zingchi, o'zingning salomatligi qandaqroq? Men yaxshi balam, ansirma. Ana, ovozing titrab kelyapti-ku. Bir ish bo'ldimi? O'g'il onaning tuyuqsiz telefonidan shundaqla titrab kelayotgan bir ovozidan bir narsadan gumonlangandek bo'ldi. Yo'q, o'g'lim hech ish bo'lmadi. Men yaxshi. Ananing so'zini tingla balam. Bo'ladi ana so'zla. Ana so'zlashga boshladi. Keladigan yiroq ketganlar balam. Ammo kelmaydigan ketmalanganlar balam. Sen hamon bir kun qaytib kelasan. U kunlar kelganda men yo'q bo'laman tayinliq. Yatlar seni bo'lguncha deyishyapti. Ammo sen onaning qalbida bir haqqoniyatsan. Yatlar seni terrorchi deyishyapti. Ammo ona qalbida sen bir erkinlik jangchisi. Odam, u hammamiz o'lib tugaymiz o'g'lim. Faqat va faqat haqqoniyat va erkinlik o'lmaydi. Dunyoni cho'giltidig'ini yanada haqqoniyat va erkinlik balam. Xayr balam, telefonda qisqa so'zlashishga majburman. Ko'rishamay qolsaq, seni ulug' Allohga topshirdim. Vatan va xalqingga yuz kelanmaydigan ishni qilmagan balam. Haq oldida sukutni tanlama balam. Ana telefonni qo'yibdi. Shu kundan e'tiboran onaning birdan bir bori bo'lgan uy ta'alluqoti telefonimi taqaldi. Uylar bir qancha qitim oqtirildi. Ona parakandachilikka mubtalo bo'ldi. Ana bir qancha qitim qayta so'roq qilindi. Balalarga qilgan so'zlari uchun pushmon qilib tövbenam yozishga qistaldi. Ana oldidagi qalam va qog'ozlarni bexatarlik xodimlarining yuziga otdi. Hostayiqini ularga shiltib turib munozirlashdi. Shundan keyin subhi tongga yaqin onaning darvozasi yenik urilgan bo'lib qoldi.
Ana darvozaning urushlaridan uning xayrlik yoki xayrsiz ish uchun urilayotganligini sezib oladi. Sagak ana darvozaning osti urilishidan uyg'onib, "Kim u?" deb baqirdi. Qarshi tarafdan javob kelmadi. Ana bir besib, ikki besib berib darvozani ochdi. Darvoza oldida hech kim yo'q. Ammo yerda bir dasta gul, un, guruch va bir tong may degandek narsalar turardi. Ana gulni qo'liga ilib purdi. Sahardagi xushbiroq gul edi, anaga huzur berdi. Shu tapda ananing qo'liga bir bag'oqcha urildi. Ana bag'oqchani ochdi. Bag'oqchida: "Ana, 4 o'g'lim chattaldi deb qayg'urma. Biz sening o'g'il qizlaringdirmiz" deb yozilgan va "Sening qo'g'dug'uchilaring" deb imzo etilgan edi. Shundan keyin ananing darvozasi subhiga ulashib, davomli yenik holda urilib turadigan bo'ldi. Ananing uyi gul bog'chisiga aylandi. Anaga tamoq etib berish, uy tozalab berish uchun keldiganlarning oyog'i uzilmadi. Uzun o'tmay bu mahallada soqchilar, qo'g'dug'uchilar va asos qatlamlarning aktivlarini yig'ib ketdi. Bo'libmi ananing uyiga qarata kecha-kunduz 24 soat nazorat qilish tizimi yo'lga qo'yildi. Ruhiy masalalarga siyosiy tadbirlar kor qilmas. Namsiz kishilar bu qitim anaga bo'lgan ko'ngil ashyolarni bir qancha qo'rovlardan atlab, tomlardan tashlab berishga boshladi. Ana saharda o'rnidan turib hovlisiga chiqqanda, tam-tamlardan tashlangan xalqining yurak sovg'ilari bilan qarshilashdi. Kichik-kichik bag'oqchilarga yezilgan, anaga umid va jasorat berguchi so'zlarni o'qigan ananing yuzida xushallik alomatlar jilv qiladi. Bag'oqchilarning biriga shunday yozilgan edi: "Xalq kimlarni beshida egiz ko'tarib, kimlarni yerga urishni bek yaxshi biladi. Xalq orqangizda. Aman bo'ling ana." Bir kuz kechisi. Alma tashalma yupurmoqlari sarg'ayib yerga tushgan. Eng oxirgi bir qancha tal tashalma yupurmoqsiz shoxda kuz shabnimi bilan oshiq-mashq bo'lishayotgan kunlarning birida ana Allohning haqqi rahmatiga erishdi. Shahar xalqi qo'zg'alib ketdi. Kishilar to'pi nagan-naganda sutchi va pochtikash tarafidan urilib turilgan bu darvozaga qarab oqmoqda edi. O'limga kelganlar ustilariga havorang kostyum, ayollar havorang yog'liq, yoshlar havorang galastik taqishib, boshlariga Uyg'ur do'ppisi kiyishgan edi. Ana oxiratdagi o'z xalqi tarafidan hozirlandi. Uningga xalq tarafidan tikilgan oq va havorang aralashtirilgan kepallik kiydirildi. Uning tavutiga havorang ipak ro'mol yepildi. Ananing meyit namoziga xalqdan bakrak soqchilar yig'ib ketdi. Dafn murosimidagi ahvollarni kuzatib turgan shaharlik soqchi idorasining boshlig'i g'azab bilan vaqirdi qo'l ostidagilarga: "Nima deganchi havorang bu? Buning bir ma'nosi bormi qandoq?" Ammo ikkinchi qitim ruhiy masalalarga siyosiy tadbir kor qilmas edi. Soqchilar meyitni mashinaga silishni ko'p qitim o'tingan bo'lsa-mu, ammo rad qilindi. Ananing jinozasi xuddi taxtiravonda shahar sayohatiga chiqqan podshohdek qo'ldan qo'lga ilinib, shaharning sharqidagi qabristonlikqa qarab asta lapildab ushmoqda edi. Shaharlik hukumatdan buyruq keldi. Meyit mashinaga silinsin. Rad qilindi. Uchinchi qitim ruhiy masalalarga siyosiy tadbirlar kor qilmas edi. Ananing dafn murosimi bu shahar tarixidagi eng katta, eng dog'dug'iliq, eng odam soni ko'p bo'lgan bir murosim bo'ldi. Ananing meyiti nihoyat katta hurmat va ehtirom bilan qo'ldan qo'lga asta ulashib, qabri ichiga yerlashtirildi. Darvoza urildi. Bu qitim urilgani zaminning darvozasi emas, balki jannatlarning eng yuqori va kattasi bo'lgan Jannati Firdavsning darvozasi edi. Jannat ahli bu haq adolat peshvosi Uyg'ur onini o'rinlaridan turib qarshi elishdi.